Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Mana biz hozir kartoshka ekilgan maydondamiz. Maydonning umumiy chegarasi mana bu terakzor. Terakzordan bu tarafi mana bu terakgacha. Bo'yi bu teraklarning boshidan mana bu teraklarni oxiridan uyning oldidagi terakgacha. Bu burchagi mana bu uyning yonigacha. Ushbu loyiha Mikrokredit bank Chiroqchi bank xizmatlar markazi, Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani, Gulobod MFI 1997-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda kartoshka ekilgan. Maydon umumiy hajmi 10 gektar, uzunligi 306 metr, bo'yi 248 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar mana bu birinchi bosqichda ekilgan qismi unib chiqqan. Yana ikkinchi bosqichda ekilgan joyi ham bor, hali unib chiqish jarayonida. Ekinlarni yetishtirish 100 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi. Tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 16 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaliklari uchun o'rtacha 0,56 gektar yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani amalga oshirish uchun Gulobod asl mahsulotlari ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektaridan 18 tonna, jami 180 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.